ustalarni yoki biror bir odamni mehnat qildirib, mehnatini haqqini bermaslik. Bu narsa ko'p ba'zilar. Siz qanaqadir qo'lingizda odamlarni ishlatyapsiz, tashkilot rahbarisiz yoki o'zingizni bir xususiy katta bir idorangiz bor, tashkilotingiz bor, sizni qo'lingizda kimlardir ishlayapti. Uni haqqiga xiyonat qilmang, berib qo'ying uni pulini. Ba'zilar oyligini so'rasa jahl chiqadi. Sabr qiling deydi. Kelib, xo'jayin, biz oyligimizni bermayapsiz. 2 oy bo'lib ketdi, oyligimizni sabr qil deydi. Birodar, uni olayotgan oyligi sizga hech narsa bo'lmasligi mumkin. Siz yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ketdingizda ham yo'q, lekin u bechora butun oilasi bilan shu oylikka qarab o'tiribdi. Oilasini shunga reja qilyapti. Bola chaqasiga aytibdi, oyligim chiqsa mana bunday qilib beraman deb turibdi. Mana bu ishchini, haqdorni haqqini yeyish bo'ladi. Bu narsadan hazırlash kerak emas. Uyida ustani ishlatib bermaslik. Bahona. Hamma yo'g'ini zo'r qiladi. Bitta illatni izlab yurib topib oladi. Mana bu joyini noto'g'ri qilsan-ku deydi. Badbaxt deydi. Bor yo'qol bermayman deydi. Ungacha ko'rgan o'sha narsani. O'zi shuni kutgan. Qachon shu bitta joyda xato qilib qo'ysa, pul bermasa. Mayli. U peshona terini haqqini Alloh beradi.